Ana bog'bon akalar, gilosimizni changlatuvchi balovoy gilosimizni bandini mustahkam qiluvchi vitaminlardan qo'shib balovoy gilosimizga sepishga harakat qilyapmiz. Mana kimnidir bog'i, katta bog'lari meva qilmasdan yotgan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib mevasini ushatib beramiz. Xudo xolasa mana taylariga ham dorilar solib suv qo'yamiz hozir. Hozir vitaminni sepamiz. Bir haftadan keyin xudo xolasa mevasini ko'rsataman shu bog'ni. Ko'rasizlar hammalari. Bog'bon akalar bittadan like bosib qo'yasizlar shu joyiga. Xudo xolasa giloslarimiz ushagan holatini ko'rsataman shu bog'ni. Mana 50-60 sotiklik bog'imiz mana chiroyli bo'lgan. Yilda ushamas ekan. Mana xudo xolasa yil natijasini ko'rsatamiz.